Salom aziz tomoshabinlarim. Bugun men sizlar bilan hayotiy muhim bir mavzuda suhbatlashmoqchiman. Bu video har bir pensioner uchun, aynan har bir pensioner uchun jiddiy ogohlantirish hisobidir. Agar siz qo'shimcha to'lov, ya'ni pensiyaga ustama olishni istasangiz, lekin tegishli hujjatlaringiz bo'lmasa, bilingki, bu to'lov sizga hisoblanmaydi. Bu rasmiy avval va siz o'z haqqingizni yo'qotish xavfi ostida turibsiz. Shu sababli hozirda abnan kanalimizga obuna bo'lishni ve ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotlar sizga hayotingizda juda asqotishi mumkin. Pensiyaga qo'shimcha to'lovlar bilan bog'liq muammoning mohiyati aziz do'stlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masala haqida gapirishga majburman. Oxirgi paytlarda ko'plab pensionerlarimizdan pensiyaga qo'shimcha to'lovlar, ya'ni ustalar masalasida savollar kelib turishmoqda. Bular oddiy bir savol emas, balki jiddiy, ba'zan esa umidsizlikka olib keladigan muammolardir. Pensiyaga ustama olish uchun nima uchun haq hujjatlar kerak? Bungacha qanday edi va hozir nima o'zgartirilgan? Keling, shu haqida aniq va oddiy tilda gaplashamiz. Ilgarilar pensiyaga ustamalarni hisobga olish jarayoni nisbatan sodda edi. Ko'p hollarda agar siz muayyan mehnat stajiga ayrim bir toifadagi kasalliklarga yo'liqqan bo'lsangiz yoki ma'lum bir hududda ishlagan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar pensiyaga chiqishda taqdim etilgan asosiy hujjatlar, masalan mehnat daftarasi va shaxsiy guvohnomangiz orqali yetarli deb hisoblanar edi. Pensiyaga chiqishda taqdim etilgan hujjatlar asosida dastlabki hisob-kitob qilinlar va ko'pincha qo'shimcha tekshiruvlarga hojat qolmas edi. Ya'ni pensioner o'zining haqlarini bilmasdan turib ham ba'zi ustamalarni olishi mumkin edi. Sababi bu haqdagi ma'lumotlar pensiyani hisoblashda avtomatik tarzda hisobga olinardi. Masalan, ayrim turdagi mehnat staji yoxud harbiy xizmat davrlari pensiya hajmini oshiruvchi omil sifatida avvaldan hisobga olinardi. Ammo bugungi kunda vaziyat keskin o'zgargan, yangi qonunchilik normalari va hujjatlarga bo'lgan talablar bilan bog'liq. Bugungi kunda pensiya tizimi soha xalqaro standartlarga muvofiq va adolatliroq bo'lishi uchun qayta ko'rib chiqilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi har bir pensionerga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni haqiqatda hujjatli tasdiqlangan holatlar asosida taqdim etish. Bu deganiki, endilikda pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan har qanday qo'shimcha to'lovni olish uchun faqatgina so'zlar bilan emas, balki qat'iy belgilangan va qonuniy kuchga ega bo'lgan hujjatlar bilan o'z haqliklarini isbotlashga majburdilar. Bu jarayonda eng kichik bir hujjatning yo'qligi yoki undagi kamchiliklar sizga qo'shimcha pensiya olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Misol uchun ilgarilari, agar siz biror bir jismoniy nogironligi bo'lgan shaxsni boqinganingiz haqida o'zaki aytsangiz va bunga qarindoshlaringiz guvohlik bersa, ba'zan shu holat ham pensiyaga ustama olish uchun yetarli bo'lishi mumkin edi. Ammo endilikda bunday vaziyatlarda sistem nogironlik haqidagi guvohnoma boqmandalikdagi shaxsning ro'yxatda turganini tasdiqlovchi hujjatlar va siz bilan birga yashayotganini ko'rsatuvchi ma'lumotnoma qator rasmiy hujjatlar talab etiladi. Bu deganiki, sizning har bir davingiz, har bir pensiyaga ta'sir qiluvchi fakt hujjatli tasdiqqa ega bo'lishi shart. Bu o'zgarishlar qonunchilikda keltirilgan ma'lum bir modda yoki qoidaga asoslangan bo'lib, uning asosiy maqsadi pensiya tizimida shaffoflikni ta'minlash, nohaq ustama olish holatlarining oldini olish va har bir pensionerning haqqini adolatli taqsimlashdir. Demak, endi biza faqatgina pensiya olish uchun emas, balki pensiyaga har qanday qo'shimcha to'lov, ustama yoki imtiyoz olish uchun ham hujjatlardan iborat himoyalovchi qalqonga ega bo'lishimiz kerak. Shu sababdan ushbu video davomida sizga qanday hujjatlar kerakligi, kimlar qayg'urishi kerakligi va qayg'urmasligi mumkinligi, shuningdek amaliy maslahatlarni beraman. Birinchi qo'ysim, batafsil tahlil nimalarni bilishingiz kerak. Kim qayg'urishi kerak va kim qayg'urmasligi mumkin? Aziz pensionerlar va ularning yaqinlari. Keling endi pensiyaga qo'shimcha to'lovlar, ya'ni ustamlar masalasini aniqroq ko'rib chiqamiz. Kimlar bu masaladan xavotir olishi kerak va kimlarga bu unchalik ham daxldor emas? Nimalarni bilishingiz kerak? O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq pensiya qo'shimcha to'lovlar, ya'ni ustamalar bir qator shart-sharoitlarga bog'liq holda belgilanadi. Bu ustamalar asosan quyidagi hollarda berilishi mumkin: 1. Boqimandada nogironligi bo'lgan shaxsning mavjudligi. Agar sizning qaramog'ingizda nogironligi bo'lgan farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz, ota-onangiz yoki boshqa yaqin qarindoshingiz bo'lsa, siz pensiyaga qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin.
Bu holatda sizning vazifangiz shaxsning nogironligi haqidagi hujjatni va uning sizning bu qo'mondangiz ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishdir. 2. Uzoq muddatli mehnat staji. Belgilanganidan yuqori bo'lgan mehnat staji uchun ham pensiyaga ustama berilishi mumkin. Bu ko'pincha faxriy pensionerlar deb ataladigan uzoq yillar davomida vijdonan ishlagan fuqarolarga taalluqli. Ammo bu stajni tasdiqlovchi barcha hujjatlar joyida bo'lishi shart. 3. Mehnat sharoitlari. Ayrim kasbiy faoliyat turlari, masalan, zararli va og'ir sharoitlarda ishlaganlik yuqori xavfga ega hududlarda, masalan, radioaktiv zona ishlaganlik uchun ham pensiyaga qo'shimcha to'lovlar belgilanadi. Bu holatda sizning mehnat sharoitlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar talab etiladi. 4. Maxsus xizmatlar yoki unvonlar. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti kabi unvonlar harbiy xizmatda ko'rsatilgan a'loda xizmatlar uchun ham pensiyaga ustamalar belgilanishi mumkin. Bu holatda tegishli unvon yoki mukofotni tasdiqlovchi hujjatlar muhimdir. 5. Nogironlik guruhi. O'zining nogironligi tufayli pensiya oluvchi shaxslarga ham qo'shimcha imtiyozlar va ustamalar berilishi mumkin. Bu yerda nogironlik guruhini va uning sababini tasdiqlovchi tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi asosiy hujjat hisoblanadi. Kimlar qayg'urishi kerak? Birinchi navbatda quyidagi toifadagi pensionerlar jiddiy xavotir olishlari kerak. Agar siz pensiyaga chiqishda qo'shimcha ustamalar haqida ma'lumot bermagan bo'lsangiz yoki ularni olishga haqli ekanligingizni kechroq bilgan bo'lsangiz, sizning oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, lekin bu holat pensiya jamg'armasida qayd etilmagan bo'lsa, siz o'ta og'ir yoki zararli sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, ammo bu vaqtda mehnat daftarchangizda aniq yozuvlar bo'lmasa, sizning mehnat stajingiz juda uzoq bo'lsa, masalan, 1,5 yil, lekin bu stajni tasdiqlovchi barcha hujjatlar, xususan mehnat daftarchasidagi yozuvlar tartibda emasligi yoki ayrim davrlar tasdiqlanmagan bo'lsa, sizda xizmatlar uchun berilgan unvon yoki mukofot bo'lsa, ammo uni tasdiqlovchi hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, kimlar qayg'urmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz allaqachon barcha tegishli ustamalar va imtiyozlar bilan to'liq hisoblangan bo'lsa va sizda qo'shimcha ustamalarni olish uchun yangi holatlar yoki o'zgarishlar yuzaga kelmagan bo'lsa, siz xavotirlanmasligingiz mumkin. Shuningdek, agar siz barcha kerakli hujjatlarni o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga taqdim etgan bo'lsangiz va ular sizning shaxsiy ish jildingizda mavjud bo'lsa, sizning holatingiz ham barqaror hisoblanadi. Ya'ni sizga tegishli barcha ustamalar avvaldan hisobga olingan bo'ladi. Keling, endi bir nechta hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Misol, bir nogiron farzandni boqish holati. Oysha opa 65 yoshda nafaqaga chiqqan. Uning 3 yoshli o'g'li tug'ma nogironligi borligi sababli doimiy parvarishga muhtoj. Oysha opa pensiya olishni boshlaganida o'g'lining nogironligi haqida pensiya jamg'armasiga faqat og'zaki ma'lumot bergan. Pensiya xodimi esa bu ma'lumotni hujjatlar bilan tasdiqlashni so'ramagan yoki Oysha opa bu haqda o'zi bilmagan. Natijada Oysha opa har oyda olishi kerak bo'lgan qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lib kelayotgan edi. Nima qilish kerak edi? Oysha opa o'g'lining nogironlik guvohnomasini tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini va o'zining pasportini olib pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak edi. Shuningdek, o'g'li bilan birga yashashi haqida mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma olib kelish ham talab etilishi mumkin. Bu hujjatlar taqdim etilgandan so'nggina Oysha opaga o'g'lini Bokumandada saqlagani uchun pensiyaga qo'shimcha ustama hisoblab chiqiladi. Agar u buni endi qilsa, bu ustama faqatgina arizasi qabul qilingan kundan boshlab hisoblanadi, o'tgan davrlar uchun emas. Bu esa har oyda 300 ming so'mdan 500 ming so'mgacha bo'lgan summadan mahrum bo'lish deganidir. Yiliga esa bu 2,6 million so'mdan 6 million so'mgacha bo'ladi. Misol 2, zararli sharoitlarda uzoq muddat ishlash. Murod aka 70 yoshda. Qaror 5 yil davomida kimyo zavodida zararli moddalar bilan ishlagan. Uning mehnat daftarchasida ish joyi va lavozimlari ko'rsatilgan, lekin zararli sharoitlarda ishlagan degan aniq yozuv har doim ham mavjud emas. Pensiyaga chiqqanida uning staji uchun standart pensiya hisoblangan. Ammo Murod aka keyinchalik zararli sharoitlarda ishlaganlar uchun qo'shimcha ustama borligini eshitib qoldi. Nima qilish kerak edi? Murod aka o'zining ish joyidan yoki korxona arxividan, agar korxona yopilgan bo'lsa, ish davrlarini, ish sharoitlarini va kasbiy zararli omillarni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalarini olish kerak. Ba'zan
Bu ma'lumotnomalar tarkibida kasb kasalliklari haqidagi tibbiy ko'rik natijalari ham talab etiladi. Agar u bu hujjatlarni taqdim etmasa, unga ustama hisoblanmaydi. Misol uchun, bu ustama uning pensiyasini har oy 20 fondangacha oshirishi mumkin edi. Bu esa har oy 200 ming so'mdan 400 ming so'mgacha qo'shimcha daromad degani. Misol uchun, O'zbekiston qahramoni unvoni yoki boshqa davlat mukofoti. Zulfiya xonim maktabda 20 yildan ortiq ishlagan va O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Pensiyaga chiqqanida u o'z pensiyasini olgan, ammo unvoniga bog'liq qo'shimcha to'lov haqida o'ylamagan. Mukofotni tasdiqlovchi hujjatni esa u oilaviy hujjatlar orasida saqlagan. Nima qilish kerak edi? Zulfiya xonim O'zbekiston qahramoni unvoni tasdiqlovchi ko'krak nishoni va guvohnomasini pensiya jamg'armasiga taqdim etishi kerak edi. Bu unvon egalariga pensiyaga sezilarli ustama beriladi. Agar hujjat topilmasa, u prezident devoniga yoki tegishli tashkilotga dublikat so'rab murojaat qilishi kerak bo'ladi. Bu holatda ustama pensiyani minimumgacha bo'lishi mumkin. Bu esa har oyda arta olinmagan millionlab so'mlik daromad deganidir. Ko'rib turganingizdek, har bir vaziyatda qo'shimcha to'lovni olish uchun aniq va qat'iy hujjatlar talab etiladi. Bu hujjatlarni o'z vaqtida taqdimlaslik sizni muhim qo'llab-quvvatlashdan mahrum qiladi. Ikkinchi qo'ysam, qoidalarga istisnolar, xavfli va qaramas nuanslar endi esa aziz tomoshabinlar. Pensiyaga ustamalarni olishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noan'anaviy holatlari, potensial muammolar va ba'zi bir ko'rinmas nuanslar haqida gaplashamiz. Sababi hayot faqat qora va oq rangdan iborat emas. Ba'zan oraliq so'ylar ham bo'ladi. Qoidalarga istisnolar ba'zi hollarda ustamalar avtomatik tarzda hisoblanishi mumkin, ammo bu juda kam uchraydigan holat. Masalan, davlat reyestrlarida mavjud ma'lumotlar. Agar pensiya jamg'armasi siz haqingizdagi ma'lumotlarni boshqa davlat idoralari, masalan, Mudofaa vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan elektron tizim orqali almashtirishi natijasida sizning biror bir imtiyozga ega ekaningiz avtomatik tarzda aniqlansa, ustama sizning arizangizsiz ham hisoblanishi mumkin. Masalan, nogironlik holatlari. Agar nogironlik bo'yicha ma'lumotlar bevosita pensiya jamg'armasi bazasiga kirsa, ammo bunga umid bog'lash noto'g'ri. Ko'pincha bu tizimlar orasidagi ma'lumot almashinuvi to'liq emas yoki kechikishlar bilan ishlaydi. 2. Qonunda to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan holatlar, ba'zi bir maxsus pensiya turlari yoki imtiyozlar qonunda aniq belgilangan bo'lib, ular uchun standart pensiyaga qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda hisoblanadi. Misol uchun, ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchun belgilangan minimal pensiyaning oshirilgan miqdori. Ammo bu ham kamdan kam holatlarda uchraydi va asosan umumiy pensiyani hisoblash jarayoniga tegishli bo'ladi, alohida ustamaga emas. Demak, umumiy qoidaga ko'ra har bir qo'shimcha to'lov uchun sizning o'zingiz ariza berishingiz, hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Xavflar va potensial muammolar, eski tasavvurlarga tayanish. Ko'pchilik mening hujjatlarim pensiya jamg'armasida bor-ku, ularda barcha ma'lumotlar saqlangan deb o'ylaydi. Lekin bu noto'g'ri tushuncha. Sizning pensiya ishingizda faqat pensiya hisoblash uchun asos bo'lgan hujjatlar bo'ladi. Keyinchalik yuzaga kelgan yoki o'zgarishga uchragan holatlar, masalan, oilada nogiron shaxs paydo bo'lishi, yangi unvon olish, pensiya jamg'armasiga avtomatik ravishda yetkazilmaydi. Siz bu haqda o'zingiz xabar berishingiz shart. 2. Qonunni noto'g'ri talqin qilish. Ba'zan pensionerlar do'stlari yoki tanishlari orqali eshitgan ma'lumotlarga tayanib, o'zlariga ustama tegishli deb o'ylashadi. Ammo har bir holat o'ziga xos bo'ladi va qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. To'g'ri talqinlar ko'pincha vaqt va asabni yo'qotishga olib keladi. Ular allaqachon biladi deb o'ylash bu eng keng tarqalgan xato. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning oilaviy ahvolingiz, sog'lig'ingizdagi o'zgarishlar, qo'shimcha mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda kuzatib bormaydi. Bu sizning tashabbusingiz bilan sodir bo'lishi kerak. Masalan, agar siz farzandingiz nogiron bo'lib qolganini pensiya jamg'armasiga xabar bermasangiz, ular bu haqda bilmaydi va tegishli ustamani hisoblamaydi. 4. Muddatlarni o'tkazib yuborish. Pensiyaga ustamalar ko'pincha siz ariza bergan oydan boshlab hisoblanadi. O'tgan davrlar uchun ustaman olish deyarli imkonsiz. Bu degani, siz kech qolgan har bir oy uchun o'z pulingizdan mahrum bo'lasiz. Bu eng katta xavflardan biridir. 5. Hujjatlardagi xatolar yoki kamchiliklar. Mehnat daftarchasidagi noto'g'ri yozuvlar, muhrlarning yo'qligi, sana xatolari.
Guvohnomalarning muddati o'tganligi kabi holatlar ustama olishga to'sqinlik qiladi. Pensiya jamg'armasi xodimlari faqat rasman tasdiqlangan hujjatlarni qabul qiladi. 6. Chet eldan olingan hujjatlar. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz yoki chet el fuqarosini boqimandangizda saqlasangiz, bu hujjatlarni O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida belgilangan tartibda legalizatsiya qilish yoki apostil qo'yish talab etilishi mumkin. Shuningdek, ularni o'zbek tiliga rasmiy tarjima qildirish ham shart. Bu jarayon ancha vaqt talab etadi. Ko'rinmas nuanslar, mehnat daftarasidagi yozuvlarning aniq ifodasi. Ba'zan zararli ish sharoitlari to'g'risidagi yozuvlar mehnat daftarchasida umumiy tarzda yozilgan bo'ladi. Masalan, ishchi yoki muhandis deb. Lekin ustama olish uchun lavozimning aniq nomi, ishlab chiqarish sexi. Zararli omillar ko'rsatilgan holda yozilgan bo'lishi talab etiladi. Agar bu yozuvlar aniq bo'lmasa, korxona arxividan batafsil ma'lumotnoma talab etiladi. Lekin guvohnomaning amal qilish muddati, nogironlik guvohnomalari asosan ma'lum muddatga beriladi va ular muntazam ravishda qayta ko'rikdan o'tkazilishi, пересвидетельствование kerak. Agar guvohnomaning muddati o'tgan bo'lsa, ustama to'xtatiladi. Uch ustamalarning bir-biriga ta'siri. Ba'zi bir ustamalar bir-biriga qo'shilmasligi mumkin. Ya'ni bir necha asos bo'yicha ustama olishga haqli bo'lsangiz ham, sizga faqat eng kattatasi berilishi mumkin. Bu pensiya qonunchiligida aniq belgilangan bo'lib. Bu haqda pensiya jamg'armasi xodimlaridan aniq ma'lumot olish zarur. 4. Retroaktiv qo'llashning yo'qligi. Yuqorida aytib o'tganimdek, aksariyat hollarda ustamalar arizangiz qabul qilingan kundan boshlab hisoblanadi. Orqaga qarab to'lanmaydi. Bu esa tezkor harakat qilishning naqadar muhimligini ko'rsatadi. 5 o'lcham bilan bog'liq nuanslar, ustamalar miqdori har doim ham barqaror bo'lmaydi. Ular pensiya hisoblash bazasining foizi sifatida yoki belgilangan qat'iy summada bo'lishi mumkin. Bu summalarning o'zgarishini kuzatib borish va qonunchilikdagi o'zgarishlarni bilish muhim. Demak, azizlarim, xuddi shu anaviy hollardagi ma'lumotlar ham sizga muhim qo'llab-quvvatlashni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun juda muhimdir. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Amaliy maslahatlar nima bo'lishi kerak? Aziz tomoshabinlar. Endi esa eng muhim qismga keldim. Barcha nazariy ma'lumotlarni oldik. Endi esa qanday kelib archal bir qulayliklar va qo'shimcha to'lovlarni olib qo'yish uchun amaliy qadamlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birgadam o'zingizning potensial huquqingizni aniqlang. Birinchi navbatda siz o'zingizda pensiya qo'shimcha to'lov olish uchun qanday asoslar mavjudligini o'ylab ko'ring. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu nogiron farzandni boqish, zararli sharoitlarda ishlash, uzoq mehnat staji yoki maxsus unvonlar bo'lishi mumkin. Bir daftarga bu asoslarni yozib oling. Agar shunday asoslardan biri sizga tegishli bo'lsa, keyingi qadamlarga o'ting. Ilk qadam. Mavjud hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Uyda saqlanayotgan barcha hujjatlaringizni, xususan pasportingiz yoki shaxsiy guvohnoma, pensiya guvohnomangiz, mehnat daftarchangiz, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarni, o'zingiz va farzandlaringizniki, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, nogironlik haqidagi ma'lumotnomalar agar sizda yoki boqimandangizda nogironlik bo'lsa, ish joyidan olingan ma'lumotnomalar, masalan, ish staji, lavozim, ish sharoitlari haqida, o'qish haqidagi diplomlar agar tegishli bo'lsa, chunki o'qish davri ham mehnat stajiga qo'shilishi mumkin. Davlat mukofotlari, unvonlar va ularning guvohnomalari, harbiy bilet, agar harbiy xizmatda bo'lgan bo'lsangiz, kabi hujjatlarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Barcha yozuvlar aniq, muhrlar joyida, sana to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. 3 qadam rasmiy manbalarga murojaat qiling. Agar qaysidir hujjat bo'yicha shubhangiz bo'lsa yoki qandaydir asos bo'yicha ustama olishga haqli ekanligingizni aniq bilmasangiz, shoshilmang va pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga qo'ng'iroq qiling yoki ularning rasmiy veb-saytiga tashrif buyuring. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlari DXM ham sizga maslahat berishi mumkin. U yerda mutaxassislar sizning savollaringizga aniq javob beradi va qaysi hujjatlar aynan sizning holatingizda talab etilishini tushuntiradi. 4 qadam kerakli hujjatlardan ro'yxat tuzing va ularni to'plang. Mana umumiy holatlar uchun talab etiladigan hujjatlar ro'yxati. 1. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport asli va nusxasi. 2. Pensiya guvohnomasi asli va nusxasi. 3. Mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasi, asli va barcha sayfalarning nusxasi. Har bir yozuvning aniqligi va muhrlarning borligiga e'tibor bering.
Agar ba'zi davlar uchun yozuvlar bo'lmasa, ish joyidan yoki arxivdan ma'lumotnomalar talab qilinadi. Ish joyidan ma'lumotnoma, ish joyi, lavozim, ish staji, ish sharoitlari to'g'risida. O'qish haqidagi diplom. Agar oliy yoki o'rta maxsus ta'lim davri pensiya stajiga qo'shilsa. Harbiy bilet. Harbiy xizmat davrini tasdiqlash uchun. 4. Oilaviy volni tasdiqlovchi hujjatlar. Tug'ilganlik haqida guvohnomalar. O'zingizniki, farzandlaringizniki. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, masalan, turmush o'rtog'ini boqimandada saqlash uchun. Vafot etganlik haqida guvohnoma. Agar oila a'zosini boqimanda saqlagan bo'lsangiz va u vafot etgan bo'lsa. 5. No'g'anlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi. TMK. Xulosasi yoki nogironlik guvohnomasi, asli va nusxasi. Nogiron shaxsni parvarish qilganlik haqidagi hujjat. Masalan, mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma. Agar u sizning boqimandangizda bo'lsa va siz bilan birga yashasa. 6. Maxsus unvonlar va mukofotlarni tasdiqlovchi hujjatlar, unvon guvohnomasi va ko'krak nishoni, masalan, O'zbekiston qahramoni, xalq artisti. Davlat mukofotlari guvohnomalari. 7. Bios ashkialar, bank hisob varag'i raqami, pensiya to'lovlari o'tkaziladigan. Boshqa tegishli ma'lumotnomalar, masalan, zararli sharoitlarda ishlaganlikni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari. 5 qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Barcha kerakli hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng siz quyidagi idoralardan biriga murojaat qilishingiz mumkin. Yaqin oradagi pensiya jamg'armasi hududiy bo'limi. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga shaxsan borishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqadi. Arizani to'g'ri to'ldirishga yordam beradi va qo'shimcha savollaringizga javob beradi. Davlat xizmatlari markazi DXM. Hozirgi kunda DXM orqali ko'plab davlat xizmatlari. Shu jumladan pensiya masalalari bo'yicha ham murojaat qilish mumkin. Bu yerda siz navbat kutmasdan qulay sharoitlarda murojaat qilishingiz mumkin. U yerda hujjatlaringizni skanerlab olib, elektron tarzda pensiya jamg'armasiga yuborishadi. 6 qadam ariza yozish va undagi nüanslar. Pensiya jamg'armasiga yoki DXMga murojaat qilganingizda sizga ariza namunasi beriladi. Arizani aniq, to'liq va xatosiz to'ldiring. Unda sizning ism-sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, shuningdek qaysi asosga ko'ra pensiyaga ustama olishni istayotganingizni aniq ko'rsatishingiz shart. Arizaga to'plagan barcha hujjatlaringizning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarini esa o'zingizda saqlang. Ular faqatgina hujjatlarni tekshirish jarayonida ko'rsatish uchun kerak bo'ladi. 7 qadam arizani ro'yxatdan o'tkazing va holatni kuzatib boring. Arizangizni topshirganingizdan so'ng unga albatta ro'yxatdan o'tkazish raqamini va qabul qilingan sanani olganingizga ishonch hosil qiling. Bu sizning murojaatingiz rasman qabul qilinganligini tasdiqlaydi. Pensiya jamg'armasi yoki DXM xodimlari sizga murojaatingizni ko'rib chiqish muddat haqida ma'lumot beradi. Odatda bu bir oygacha davom etishi mumkin. Shu muddat ichida siz murojaatingizning holatini tekshirib borishingiz kerak. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz, qayta murojaat qiling yoki yugurib turuvchi tashkilotga shikoyat qiling. Bu qadamlarni qat'iy bajarish orqali siz o'zingizga tegishli bo'lgan har qanday qo'shimcha to'lovlarni olishga muvaffaq bo'lasiz. Esingizda bo'lsin, sizning haqingizni hech kim sizdan tortib olmaydi. Lekin uni olish uchun siz o'zingiz faol harakat qilishingiz kerak. Xulosa va yakuniy ogohlantirish shunday qilib, aziz pensionerlar va ularning oilalari, bugun siz bilan pensiyaga qo'shimcha to'lovlarni olish masalasini har tomonlama ko'rib chiqdik. Umid qilamanki, men taqdim etgan ma'lumotlar sizga hayotingizda juda as qotadi. Unutmang, pensiyaga har qanday ustamani olishning yagona yo'li bu tegishli hujjatlardan iboratdir. Bu hujjatlar sizning qonuniy huquqingizni tasdiqlovchi eng muhim dalildir. Agar bu hujjatlar bo'lmasa, afsuslar bo'lsinki, sizga hech qanday qo'shimcha to'lov hisoblanmaydi va siz o'z haqingizdan mahrum bo'lasiz. Shu sababli hozirdayoq barcha hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Zarur bo'lsa, ularni to'plashga kirishing va tegishli idoralarga murojaat qiling. Vaziyatni yo'qotmang, chunki har bir kechikkan kun sizning pulingizni yo'qotishingizga olib keladi. Aziz tomoshabinlar, ushbu video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Sizning qanday muammolaringiz bo'ldi yoki qanday yechimlar topdingiz? O'z tajribalaringizni baham ko'ring. Bu boshqa peneralar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Buning orqali siz shu kabi muhim va hayotiy ma'lumotlardan doim xabardor bo'lasiz.
O'zingizni ehtiyot qiling, aqllaringizni bilib oling va ularni talab qilishga qo'rqmang. Ko'rishguncha.